masalan mana qarang. Hozir ishlagan joyingizni menga ko'rsata olasizmi? Mana shu tasvirga mana tochka mana shu tochka. Qarang, bu polasa, bunaqa polasa bo'lgan, to'g'rimi? Ha, bu tarafdan ishladim lekin. Bu tarafdan ishladim. Bularni mana tochkaga ishlatganman o'zi. Mana polasani ko'rish uchun ekranni bunaqaroq qo'yish kerak-da mana. Mana chizuvni ko'rish uchun. Qarang. Polasani ko'tarayotganda mana bunaqa hozir shishkachalar qo'ygansiz-ku. Mana shu yoni ko'tarilib ketib qoladi. Shu montirovkaga ham bog'liqmi? Montirovkaga ham bog'liq. Siz qanday kuch bilan bosayotganingizga ham bog'liq. Eng asosiysi mana svetni to'g'ri qo'ygan bo'lsangiz, o'zingizda instrumentingiz, siz instrumentni tiqqaningizdan keyin qayerda ishlayotganingizni ko'rish uchun. Ha, shu qayerda, montirovka qayerda turadi? O'sha instrumentni uchini ko'rish kerak-da. Mana hozir siz qaysi instrumentda ishlayapsiz? Tiqdingiz, ko'rasiz. O'zingizni topib olasiz. Любой toza joyda o'zingizning instrumentingizni topib olishingiz kerak. Qayerda yaratganingizni. Hozir menga ko'rsatib bera olasizmi mana hozir instrument qayerdaligini? Siz ko'rish uchun meni boshimda уровеньga turib oling-da mana. Men qanday o'tirgan bo'lsam, o'shanday уровень men ko'zimni уровеньda bo'lishi kerak. Mana. Qayerda hozir? Mana. Topdingiz-a? Sekin-sekin o'sha kerakli joyga olib borish kerak. Mana hozir qorayib turgan joylar bor-ku. Qora qo'ying. O'sha soya u degani yamka deganda, o'sha yerga точно tushishingiz kerak. Shoshilmang hech qachon. Mana sekin-sekin chiqarib borasiz. Mana bunaqa mana grubiy nuqtachalar qo'ygansiz-ku. Bularni yo'q qilish juda qiyin-da. Yo'q qilib ham bo'lmaydi. Bular ko'chaga olib chiqqanda ko'rinib qolishi mumkin. Shunaqa bo'lmasligi uchun salgina muloyimroq ishlash kerak-da mana. Sekin-sekin bossangiz o'zi chiqaveradi. Agar sezayotgan bo'lsangiz, unchalik kuchli bosmayotgan, salgina kuchni ko'paytirish kerak. Bitta joyda bosmaydi, bunaqasiga mana shunday yoqqa bu yoqqa borib kelish kerak. Ha, bitta joyda. O'sha orasini, o'sha soya tushgan joylarni orasini to'ldirib, agar mabodo ko'rayotgan bo'lsangiz, shu yonida salgina ko'tarilib qolgan joylar bo'lsa, lampani pastroq qo'yib, o'sha urinni tekslab olishga harakat qilish kerak. O'sha yoyib olishga harakat qilish kerak. Shart emas. Salgina to'ldirib borsangiz, o'zi mana o'zgarib boraveradi. Mana bir marta to'ldirib yubordingiz-a? Bir marta to'ldirib yubordingiz. Endi shu pastki chiroqni yoqib, urinni ko'rish kerak. Mana bu tarafdan o'tib qarasangiz, urin ko'rinadi. Hozir